Assalomu alaykum aziz obunachilar, Ibrohim kanalini kuzatib boruvchi obunachilari. Hafta kuniga seshanba 2025-yil 30-sentyabrdan aziz obunachilar. Yana arzonchi Shved Purush akamiz xonadonidamiz. Yangi partiya bilan siz aziz obunachilarga yana sizlarni xursand qilaylik, xonadoninglarni to'ldiraylik degan maqsadda yangi partiyamiz 13 boshliqda xohlasa buqalarimiz yoqsa, sifatlari yoqsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xohlasa bugun narx-navolar o'ta ham yengil bo'ladi deyapti. Chiroyli holatda siz aziz obunachilarga ko'rsatamiz. Narx-navosi, sifati, holati, pullari sizlarga ma'qul kelsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Akalarimizni chor atroflarga faqat qo'ysanglar, shunaqangi arzon joylardan sifatli mollarni, shvedlarni yaxshilarini chiqarib borayotgan xonadonga keldik. Akalar yana bir bor xudo xolisa sizlarga yoqsa, ma'qul kelsa aloqaga chiqsanglar, bemalol telefon nomerlarini pastga qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Aziz obunachilar, xudo xolasa biz Andijon shahar Soybo'yida joylashgan Qoraqo'rg'on jome masjidini yonginasida Nuriddin aka arzonchining xonadonidamiz. Xudo xolasa chiroyli holatda ko'rsatamiz. Assalomu Ibrohimjon, sizimisiz? obunachilarga salom. Rahmat o'zingizga. Bizimizga Charchash yo'qmi aka? rahmat. O'tgan spagilar bo'shatib oldingizmi aka? Ha, berib egalariga Xudo xolasa. Janingiz sog' bo'lsin. Hali biz nimamiz nima bo'ldi aka? Trendimiz. Trendimizni bittasini madaniyatga, bittasini Qo'rg'ontepaga berdik. Ha. Kattasini Qo'rg'ontepaga berdik, kichigini madaniyatga. Ikki oy ham Rossiyadan olingan og'aynilar oldi. Qarang. Rossiyada ishlab turishibdi-kan. Joni sog' bo'lsin olganlar. Musofirda Kattasini olib ketdi, kichkinasi turibdi, zakalat tashadi. Ertaga olib beradi ham bo'ldi. Ertaga olib beriladi, xudo xolasa. O'zi eshitib turgan bo'lsa, moli turibdi. Moli turibdi. Videoga yana qo'yayotganmiz. Yo'q. Xudo xolasa. Bugun yangi mollar akalar, xudo xolasa, yangi mollar. Yangisi xudo xolasa. Bemalol ko'rib, o'zingizlar aloqaga chiqarasizlar. Sifati, puli yoqsa, bemalol o'ylanmasdan aloqaga chiqinglar. Dastlabki umuman bemalol aka. Xudo xolasa. O'ylanmasdan telefon qilaveradi dastlabki. Xo'p, ketdik endi Nuriddin aka qaysi zamondan boshlayapmiz? Kattadan kelaveramiz ekan. Xo'p. Chiroyli Bitta orasidan o'tkazib yechaylik. Ha, bo'laveradi. Ashuni yechib bering aka, o'zi ishqibozlari. Kelingchi. Endi aka kim nima desa desin. Mana. Buqani ishqibozi olaveradi. To'g'rimi aka? Ha, Ibrohimjon. Kelingchi, ne qiling mana. Ana. Akalar. Doim mashaqalar bilan xudo xolasa Nuriddin aka xalqni xursand qilyapti. Qaranglar, sifatiga o'zingizlar baho beringlar akalar. Buqani turishi ham, kelajagi ham porloq narsa ekan. Xo'p, mayli endi aka nechtasi bitta bo'ladi? Bir jupi bular, ikkov. Mo ikkovmi? Bo'ldi, bir ikki ekan a? Bir ikki. Puli yengil bo'ladi, xudo xolasa. Puli yengil bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p. Bitta chiroyli qilib aytib bering endi Nuriddin aka. Bularda bo'ylari nariginiki biri 15 dan baland, mononiki biri 10 dan baland. Xudo xolasa ikkovini ham 17 dan deymiz. Qo'yisi yo'q ekan. sal tushing aka. Tushamiz, xudo xolasa. Sal bitta tushib ayting Nuriddin aka mana shuni boshlanishiga. 35 deyman degandim. Ha. 34 dedim. Ramzon bu yog'ini kelishib olamiz. O'zlari bilan, a? O'zlari bilan. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Bu yog'i nechta bo'ladi aka? Men ikkitadan bu yog'i. Ikkitadan. Mashinasini yechaylik, mashina ham, a? Shu ham polvon. Mana shu uchovini bo'yi bir xil ekan aka. Buni ko'rsatib olaylik-da, bitta metr solib berasiz aka. Bo'ldi. Uchovini bo'yi bir xil ekan. Keling. Obunachilarimiz ko'rib o'zi hisob qilib olaveradi. Bitta mononimiz baland. Kelingchi. Mana Ibrohimjon. Ana buqa. Turishni ko'raylik. O'zingizlar baho bera olasizlar akalar buqalar. Holatiga. Ana. Katta narsalar akalar. Hozir metrga ham solib beramiz. Ko'rib o'zingizlar aloqaga chiqsanglar ham shu mollar boradi, ha? Boradi, xudo xolasa. Maşallah. Nuriddin aka bu ikkoviga nima deymiz endi aka? Bu ikkoviga 16 dan deymiz-da, Ibrohimjon. 16 dan 15,5 qilib bering endi shu ikkovini. Ha? Qilaveramiz ham. 15,5 dan 31 ga so'rab olishsin ham bo'lsa. Bitta bo'yini ko'rib beraylik. Bitta bo'yini ko'rib qo'ying, uchovniki ham asoblansa bir xil ekan mana uchovniki. Aytdim, biri 10 dan baland, biri 10 ga bera olasiz, xudo xolasa. Biri nimadan bo'lyapti? Ana. Biri 15 ekan, biri 10 ga 15 dan. Uyga borib, metrga 1.15 ga qo'yib turib keyin kelsin. Ana. Mana. Xudo xolasa. 1.15 dan ekan. Nuriddin aka. Bundoq ham chiroyli ekan aka. Uni 17 dan qo'ydingiz. Uni 15,5 dan qo'ydingiz. 15,5 dan qo'ydik. 4 oy ishqiboz bo'lib qolsa nima qilamiz aka? Bitta chiroyli aytingchi. 16,5 dan deymiz-da.
Yo, uni ko'tarilib ketib qoladi aka. Ko'tarilmaydi. 16 dan bering aka, shunda to'g'ri bo'ladi. Bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. To'roviga ishki bosib qo'yganlar. Qo'yiq suyug'iga. Qo'yiq suyuq to'g'ri ketadi, ha, shunda. Bitta olaman deganga. Bitta to'rovini olaman deb qiziqib qolgan obunachilarimizga taklifda endi u. Yaxshi niyat. Bitta arzonchisi bor Ibrohimjon. Yo'q-a? Mana. 5 oyni yoritib ketmadi. 5 oyni bitta aytamiz. Mana bitta ko'raylikmi? Eng arzonni aytaylik. Mana. Mana shu polvonni arzon qo'yib berasizmi? Arzon. 5. Toshni. Toshni 1.5 ekan. 1.5. Neching unda bu arzonni bitta ko'rsataylik. Kasalmasmish? Yo'q, kasal emas. Sog'lommi? Sog'lom. Nimaga unda arzon? Puli arzonda. Keling. Mana. Yuring, arg'amchiga ham tushmabdi mana. Tuyalariga e'tiboringiz qo'yinglar. Akana tuyalaring. Sifatlariga, tuyalariga e'tiboringiz qo'yinglar. Holatlari 13 million kami bor. Ha? 13 million kami Bitta bor. boshqa ayting. Arzon dedingiz-ku. Bo'l 12,5 million kami bor. Ana endi o'ziga keldingiz aka. Sifat sotish kerak maqsad. Joningiz sog' bo'lsin. 12,5 millionga xudo xolasa kami bor deyapti. Ko'rib o'zingizlar ham baho bera olasizlar. Bo'ylari 1 metrga o'ylanmasdan ola olasizlar. 1 metrdan baland. 1.5 ekan. Ha, 1.5. O'lchadigan buni. Ayol, qarang, moyi aligini qo'lib, yana bitta tashab qo'ying, aka. Ha, 1.5 dan ham baland ekan bu jonivor. Ha. 1.5 ga xudo xolasa 100 ga boradi. Endi bularni 6 tasi. 6 tasi. 6 tasi. Nima deymiz aka bularni? 6 oyga chiroyli. 6 oyga 14,5 milliondan deymiz. 14,5. Unda optim o'xshamay qoladi-ku. Bu 14 million so'mdan ketdi. Ana shu. Bir joyi. Barim meni so'ratasiz, avay. 14 milliondan akalar qo'yiq suyuqqa 6 oyga bir qiziqqanga. Endi buni plus minus qanaqa qoladi? Buniki Plus minusi 1 million farq qiladi. 1 million 500 ming 1 million farq qiladi. 500 ming balanti ham, pasti ham o'ynaveradi. O'ynaveradi. 500 ming pasti ham, balanti ham o'ynaverar ekan, xudo xolasa. Bu 500 ming bu anaqasi o'ynanadi. Ha, 500 ming plus minusi bor. Bor. 500 ming plus minus bor. Bitta o'rtadagiga solib qo'ying, aka, qolgan Ha, mana shulardan bitta chiqib, yo'q. Chekadagiga solaylik. Bo'ldi, bas chekadagiga, pastrog'iga solyapmiz. Mana metr ishqibozlariga 1 metrga toshniga beraverar ekan. 1 metrdan yuqori akalar 1 metrga o'ylanmasdan eng kichigi. Ha, aka? Ha, 1 metr qadar qolib ketyapti-da. Ha. 1.3 ekan. Mana akalar 1 metr qadar turganini o'zingizlar hisob qilib qo'ying. Yaqinlashtirib ham ko'rsatib qo'ydim. Endi Irondan ichidan bitta apchikelik mana shular. Apchikib ham ko'rsatamiz. Bitta ko'rsatib beraylik mana shunisini. Ular apchikkan aka. Mana Irohimjon. Qora toyini apchikdiz-ku, qora toyini. Buni ham o'lchab berasiz. O'lchab beraylik mana. Obunachilar o'ynamasin. 1 metrga baland ekan mana akalar, 1 metr, mana meni qo'lim movi 1 metr. Buyog'ini o'zingizlar hisob qilinglar, nechiga olishinglar. To'g'rimi? Metrdan baland. Kelishidan oldin uyga mana shu metrini qo'yib, o'lchab Ha? kelaveradi. Ana. Qanaqa mol olaman? Ha, yo'q, baland ko'rib qo'ydim. Videoda baland ekan. Ha. Chop oldi, men kelgandan keyin deyish yo'q. Ha. Uyga borsin, metrini bitta ustunga qo'ysin, o'lchasin, keyin kelsin. Mana. Bu ham, ha? Qo'yinchi metrdan aka. Aka nima deyapman sizga? Mana moqaning ma'da turibdi mana. Men azoblanishlar mana qo'lim ma'da turibdi mana. Xo'p, bu yog'ini o'zingizlar qo'shib olaveringlar. 1 metrga beryapti aka. 1 metrga 1.5 chiqyapti mollar. Lekin 1 metrga beryapti. Kelinglar. Joni sog' bo'lsin, Nuriddin akam ham xudo xolasa chiroyli mollarni olib kelib, xalqqa yetkazib beryapti, xudo xolasa. Yaxshi joydan azoblanishlar sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz, xudo xolasa. Kelib, ko'rib, ustida savdo qilinglar, oson bitadi. Akam ham o'ylanmay savdo qiladi-a? Ha. Siz ham o'ylanmay savdo qilasiz. Yo'q, kelib turib, ana kuni akalar keldi, soat kechasi 2 da keldi. Qarang. 2 da kelib, yo'q, uchib ketdi. Mol kichkina ekan, ya sizga metrda o'lchab olinglar metrga. O'lchab chiqaringlar deb gapirib qoldim. Ha, ana. 1 metr xudo xolasa.
O'lchab chiqaringlar deb kelishdimi? Ha. 2da. Ha, zaril ekan. Maşallah. Mana ikkovi. Xo'p, ikkov. Bular puli yengilmish kili? Yengil anani puliga deymiz. Buni ham o'lchab qo'yaylik. 95. 95 ekan. Ha. Ha, 95. Xudo xolasa 5 santimetr baland takim. Mana 1 metr. Mana Bo'ldi, ikkovi 25 million kami bor. Hayri. 2,5 milliondan ha. Hayri bor. Qo'y suyuqqa unda jichcha o'xshamay qolyapti. Bolas kichikroq, mana kichik kattaroqda. Bo'pti 12 dan 24 ga aka. Bo'ldi, mana ketdi. Ha? Ashunda yaxshi holatda qo'y suyuqqa Bo'ldi. obunachilarimiz ham ko'rib, o'zlari maza qilib savdo qilishadi. Xudo xolasa Ketdi. ishlar bitib qolsa, yaxshi yerdan, yaxshi joylardan xudo xolasa sizlarga tavsiya qilib o'tamiz. Kelib ko'rib ustida savdo qilishinglarni yana takror aytamiz. Nuriddin aka kelganlarga yaxshi kayfiyatda savdo qilib olish nasib qilsin. Rahmat. 24 ga 7 akalar ko'rdinglarmi? 2 da kelsanglar ham eshigini ochib molini ko'rsatyapti. Azobunachilar sizlar uchun mehnat qilyapti. Arzimagan mehnatimizni bir dona layklar bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Bozoringiz bersin.